Assalamu alaikum bütün dünyada qarindoshlar, yaxshimisizlar? Yaqinning yog'i dunyoning har qaysi joylarida tajovuzchi Xitoy zulmiga qarshi faoliyatlar intayin azlab ketdi. Buning eng cho'ng sababi tajovuzchi Xitoylar xalqaradagi, ya'ni vatanimizning mustaqillik davosini ma'lum darajada kontrolga ilib olganligi uchun mana shu dunyoning har qaysi joylarida faoliyatlar, Xitoy qarshi harakatlar ozlab ketib boradi. Tajovuzchi Xitoylar qanday qilish orqali bu dunyoning har qaysi joylaridagi, ya'ni Uyg'ur mustaqillik davosini kontrol qila oladi. Chunki chet elda siyosiy da'vo qilayotgan, ko'ni burun chiqqanlarning ba'zilarining, ya'ni urug' tuqqanlari, do'stlari vatanning ichida, ya'ni tajovuzchi Xitoyga ishlaydigan xizmatchi kadr kompartiya a'zosi bo'lsa, ularning ba'zi tuqqanlar chet elda ishlaydigan, Xitoyga ishlaydigan kompartiya a'zolari. Şimdi misallar qarindoshlar, ularning oilasi, nasabi, tuqqanlarini surishtirib beringlar. Tajovuzchi Xitoylar vatandami shular orqali vatanni kontrol qiladi, chet elda ularning urug' tuqqanlar orqali buni kontrol qiladi qarindoshlar. Tajovuzchi Xitoylar o'zi bevosita setib ololmagan, ma'lum bir qism dernek tashkilot boshliqlarini shu davlatdagi, shu Xitoy bilan eng yaqin bo'lgan partiyalar, tashkilotlar orqali setib olib, davoni kontrol qildi qarindoshlar. Bulupmu biz yaşayotgan Türkiye'de qarasanlar necha oy olib ketdi, hech qanday namoyish, hech qanday faoliyatlar bo'lmaydi. Chunki Xitoylar asos jihatdan Turkiyadami bizning mustaqillik davosimizni kontrol qilish uchun intayin cho'ng kuch chiqarmoqda ham cho'ng mablag' chiqarmoqda. Turkiyadami albatta bevosita Xitoy setib olinmag'achqa Turkiyadagi Xitoyga eng yaqin bo'lgan ba'zi partiyalar, bazı teşkilatlar, bazı gruplar şu derneknin başlıklarını setib olish orqali Türkiye'deki davanı kontrol qilmoqda. Meyli Kayseri, meyli İstanbul, başka şehirlerde olsun, burunqidek namoyishlar, Xitoy qarshi faoliyatlar xili oldu bo'lmayotdi. Çünkü bular asas jihatdan setilib ketdi qarindoshlar. Şu sebepten uludan emir kelmey turib, uludan buyruq kelmey turib, ularninki sizib bergan sizgidan chiqolmaydigan bo'lg'achqa Türkiye'deki davamı kontrollikka çırp kaldı qarindoshlar. Ama lekin Türkiye'deki davanı qutqizish uchun nima ish qilishimiz kerak? Mana biz Allohga shukr, biz mayli shu Türkiye'deki şu Xitoyga setilgan şu partiyalar bo'lsin, mayli tashkilotlar bo'lsin, yuqori tuvandikilar bo'lsin, hech qaysi setilmaganligimiz uchun, bir to'g'ri olmaganligimiz uchun, haqqini yemaganligimiz uchun Allohga shukr har kuni tajovuzchi Xitoy zulmiga qarshi hem Türkiye'deki doğru hatalarımı sözümüzü kılavatımız, cevabımızı birelevatımız, inşallah hiç kim yolumuzda kesilmevatıdı, hem ağzımızda itenmevatıdı. Hatta ki bizni bu yoldan tusanmayı, bizi setip elevalanmayı, şu türlü usulatkan boğasama, yani Xitoy ivatida da tahdid qilgan boğasama, Allah'ın yardımı, halkımızınki ortak çakırıkı, hem Türkiye devletinin Allah razı olsun, yani adallık bilen biz inşallah bu yaptırılıp, yani erkin tajovuzchi Xitoy zulmiga karşı hareketimize devam kılavatımız. Ama lekin nima uchun kuchli şekilde kılanmavatımız? Bunun için bizdeki iqtisodiy qiyinchiligimiz, bizdeki Türkiye'deki davasımızı çeklik halet qilib qo'yapti. Nurg'unlagan, milyonlagan iqtisod turib, hem Türkiye'den pul aladi, hem Xitoydan pul aladi, hem xalqdan aladi. Aşında neçe milyon pulu var, hem şunda bay turib bu dava qilmayotganlar bunun hesabını qanday var? Bizden hiç qanday iqtisodimiz bo'lmagan, ijaramizni aram to'layotgan, shunda qiyin sharoit turib, yana tajovuzchi Xitoy zulmiga qarshi gap qilaryapmiz. Ama şunun o kadar puli kuch turib, nima uchun gap qilmaydi? Chunki maalesef bular setilib ketdi qarindoshlar. Ama Türkiye'de bundan keyin texidimi jonliq da'vo qilishimizga yo'l va sharoit va fursat var. Çünkü bu sayılan Uygurlar için intayin yaxshi oldu deb o'ylayman. Belki başka bir xil olsa yaxshi bo'lishi mumkin. Ama Allah'ın o'rinlashtirishi bu. Hech kim Allah'ın takdirini o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz hozir Türkiye'de büyük mecliste bundan burun Uygurlarga ovoz bergan siyosiy partiyalar, milletvekillerden başka partiyalar mı bunun için katıldı. Bizga yaqin Uygurlarga do'st bo'lgan milletvekili oldu. Biz Türkiye'de bundan keyin bundan burun Türkiye'de qilgan davadan neçesi küçük şekilde dava yapıp alayımız inşallah. Bunun için qanday qilamiz?